Obyektimiz kechqurungi smendagicha уже ustalar bilan ishlash manaqa bo'libdi. Shunaqa ishlarni men juda yaxshi ko'raman o'zi. Bunaqangi ishda ustalar kunimizga pul tushmadi, arzimagandan tushdi yoki material zadeshka bo'ldi, yetkazib berolmadi deb ketib yuborib bir nimadirlar qanaqadir surprizlar qilmaydi ustalar. Material kerakmi? Shu bugun kerakmi? Hammasini yetkazib berib turgan obyekt har doim tez qanaqadir muammosiz odam yetishmovchiligi o'zi aslan hozirgi kunda ustalar yetishmovchiligi sabab bitta: material zadeshka puldan qanaqadir yechimlar yo'q. Obyekt boshlandimi? Srokli obyekt menga juda yoqadi. 3 oy srokda mana shu obyektni bitirib foydalanishga topshirishda srogini olganmiz. Xudo xolasa mana bugun 6-kun. Chashkalarimiz уже tayyor. Bugun kuyib bo'lishadi chashkani. O'sha 12 ta usta bilan boshlaganmiz. Xudo xolasa mana chashka kuyish jarayoni bugun davom etyapti. Bugun bitadigan ish, bitish kerak bo'lgan ish bugun bitadi. Ertaga уже keyingi ishlar boshlanadi.